Bizni YouTube'da kuzatib boruvchi do'stlar, katta gektarga bog' qilaman degan, gilos bog' qilaman degan do'stlarga bu videoni tashlab qo'yinglar. Gilos sorti royaltiyaga hosildorligi juda ham yuqori, xudo xolasa zo'r. Buni bir ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xo'p, 5x3 razmeriga ekilgan. Mana bu yerga 10 xil 15 xil sortlar kirib kelgan, yangi sortlar. Mana bu o'zini changlatuvchi sort royaltiyaga Giant Red, Svitariana har xil sortlari kirib kelgan. Mana qo'ralari ushagan holatini ko'rsatib o'tamiz. Bog'da umumiy ko'rinishi mana hammasi hosilda. Bekorga ko'rsatib o'tmayapmiz. Svitariana degan sorti hamda Realtiyaga degan sorti, Nimba degan sortida bizni ko'chatlarimiz tagi vishniyada paymand qilib ko'paytirganmiz. Bu ko'rsatganimiz Royaltiyaga degan sortini hozir ko'rsatib o'tyapmiz. Yoqqan bo'lsa bitta like, gilos bog' qilaman degan odamlarga tashlab qo'yinglar. Hosildorligi juda ham yuqori.